ham mana shu qoida chetda ishlaydi. To'g'ri. Hamma topildimi oxir? Qaranglar, bir-birimiz yo'q bo'lib qoladigan bo'lsak, hamma kutari iloji yo'q. 48 ta odamni bitta odam kutiradigan bo'lsa, yo 48 ta odamni 3 ta odam kutiradigan bo'lsa, har bitta odamni 1 minutdan vaqt ketganda 48 minut vaqt ketadi. 10 minut vaqtini olish uchun 480 minut, qaysi bir 6 soat vaqti boshqasini vaqtni o'g'irladi degani. Buning uchun qiyomatda javob berasiz vaqtni o'g'irlaganlik uchun. Men bir soatga birobar vaqtga aytilgan, o'sha vaqtda bir yarim soat 15 minut olib tushishga harakat qilaman. Kechimdan kelib ham pastga turib kuylaydiganman. Tahoratingiz yangi bo'lsa, oshxonada ham tahoratxona bor. O'shada ham e'tiborni hosillat bo'ladi. Mentlar probga, Madinada ham probga, Makkada ham probga. Sizlardan e'tibor, shuni e'tiborni olib qo'ymasanglar, shunaqa ishni olamiz haligi. Do'konlar ishlashi uchun. İnşallah va guruhi bizsiz o ziyareti Madina Ramadan. Uzrning bor, hatto gapirayotgan bo'lsa. Mana inshaalloh ziyoratchi yonaman dar masjidi Qubo. Bırak. Doim odatda shanba kunlari kelarkanlar, ba'zida kiyadi, ba'zida ulovda kelib, chetdan nafl namoz o'qib ketar ekanlar. Va hadis bor bu masjid haqida, kim uydan tahorat holatda chiroyli bo'lib kelib, mana shu joyda nafl namoz o'qiydigan bo'lsa, 2 rakatni, 4 rakatni, afzali 4 rakat. Bo'lmasa 2 rakatni nafl namoz o'qiydigan bo'lsa, unga umra qilganning savobi beriladi deganlar. Hozir mana qancha ihromga kirib, mashaqqat chekib, Makkaga borib, umrani savobini olishlik uchun harakat qilamiz. Lekin hozir masjidga kirib, chiroyli bo'lib, nafl namozlarimizni o'qib chiqadigan bo'lsak, umrani savobini olib chiqamiz. Inshaalloh. Mana videoga olinglar. Gapni endi hozir. Sizlar hozir nima qilamiz? Birinchi kuni 2 rakat tahiyatul masjid o'qiymiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlariga muvofiq birinchi kiramiz. Kecha Masjidul Nabaviyda o'qidik-ku. 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qiymiz. Bundan so'ng 2 rakat alohida nafl namozga niyat qilamiz. Nafl namozga niyat qilamiz. Xohlang 2 rakat o'qing, afzal 4 rakat, asosan 4 rakat o'qishdan bo'ladi. Nafl namozni o'qib chiqamiz. O'qib chiqib Avvalambor osmonimizni saqo, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu yo'li yo'q osmonlarga kelyapmiz. Allohim qanday kelgan bo'lsa, shunday manzaralarga yetkazishni Allohdan so'raymiz. Alloh ilohim ilovonda mana shu joylarga yana kelishni hammamizga ro'zi nasib aylasin. Mana shu bolalarimga ham, mana shu kelganlarga ham qadamlarga Allohim qasamlar bersin. Ilohim hech bandani topgani yomon kunlarga buyurmasin. Hamisha mashaqqatli ziyoratlarga bersin. Alloh hammalaring bolalaringga bosh bo'ylab, qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Mana shu halqada o'tirib qo'llaringizni chiroyli Ka'ba masjidda Quba nimasida ochyapsizlar. Allohim o'zi yetkazsin. Amin. Alloh qatorlaringizga xato qilmasin. Bu yildan keyingi ro'za Ramazon oylariga yana qatorlaringizga xato bo'lmaydi. Mana shu Ilhomjon
Muhammad Ikromni gruppasi yana kelish hammamizga ro'zi nasib eylesin. Allohdan yagona tilagim hammamizga davlat yelkasidan umr uzog'ida o'limni kechirim bersin. Muhammadjon Oltinboshingiz omon bo'lsin, bola. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Alloh dilingizga tilingizga solsin. Sen ehson bola bo'ling. Amin. Sizni ko'rganda hammani havas keladigan bola bo'ling. Sizni shunday chiroyli qilib tarbiya qilgan, ilm bergan, bilim bergan ustozlaringizga, ota-onalaringizga, bobo-buvalaringizga mingdan ming rahmat. O'tganlari bo'lsa Alloh rahmatiga olsin. Qolganlarni ko'p oylarga salomat qilsin. Hammamizni Xudo o'zi suygan bandalar qatorida qilsin. Ikki dunyo saodatiga musharraf qilsin. Qalbimizni hamisha pok qilib sen ehsonlar. Allohu akbar. Alhamdulillah. ziyoratchilar guruhi bizchashmo در کوه احد و در زیارت قبرستان شهدا. Mana iftor ham tayyorgari. Mana tavuq ham vardı. Assalomu alaykum. Mana bir ziyoratchi. Ehson ha. Tavuq ha. Hammasi muhayyo. Howji